2-may 2026-yil. Toshkent gilos ko'chatimiz mana. Buni bahorda gullaganda videoga kelib qo'ydik. G'ush guludi, mana shu tanalarda mana bir dona meva yo'q. Nima sabab? Changlatuvchi ekilmagan. Bir o'zini changlamadi, gullaveradi. To'kaveradi mana. Şöyle bitta, ikkita qo'yib xolos mana. Yo'q mana boshqa. Ko'rishingiz mumkin. Gullagan bu g'uch. Shu balonga o'xshab ichilib gullagan. Meva yo'q mana ko'rishingiz mumkin. Shu Toshkent gilosga changlatuvchi ekish kerak, bo'lmasa shu yangi nav o'zini changlaydigan gilos ko'chatga uchish kerak. Shunga bu etmani befoyda. Yerimiz meva yo'q. O'tin farqi yo'q. Qashdi buni. Hozir shu İtalyan talab yaxshi bo'yapti ko'chatiga. Endi biz ham shundan ikki ona boqib ekamiz, ko'paytiramiz shaqadan ilib. Ko'rishingiz mumkin. Oldingi paytlari yaxshi bo'ladi. Iqlim o'zgardimi, ob-havodan endi meva yo'q mana.